hurmatli yurtdoshlar, kitobsevar vatandoshlar, efirda yana Kitob bilan loyihasi. Assalomu alaykum. Kitob bilan loyihasining bugungi mehmoni Do'stlik tuman axborot kutubxona markazining abonentlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati rahbari Qambar va Zarif opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Zarif opa, bilamiz siz ko'p yillardan buyon kutubxonachilik sohasida faoliyat olib borasiz. Aynan bu kasbni tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Aynan bu kasbni tanlashimga endi sabablar juda ham ko'p, lekin asosiy bitta sabab deb bilaman. Avval maktabda o'quvchilar bilan ishlaganman. O'quvchilar bilan ishlash jarayonida kitobga murojaat qilishga to'g'ri kelgan. Mana shundan kitoblarga yana ham ko'proq yaqin bo'lganligim uchun mana shu sabab kutubxonaga kelib qolganman va kutubxonada ishlash bu doimiy ishim bo'ladi deb o'ylamaganman-u. Kutubxonaning ichiga kirib kelganimdan keyin kutubxonaga, kitobga mehrim tushib qolgan va endi bundan buyog'iga bu mening kasbim bo'lib qoladi deb o'ylayman. Men bu kasbim bilan faxrlanaman. Juda ham bu sohada ishlaydigan ko'pgina kutubxonachilarni bilamiz. Ular o'zining sohasida ma'lum bir darajada yuqori natijalarni qayd qilgan, o'zini hissasini qo'shgan, shu o'zbek xalqini kitobxonlar yurtiga aylantirishda o'z hissasini qo'shib fidoyiligini namoyish qilayotgan kutubxonachilar bugun bizning oramizda juda ham ko'p. Shu bilan birga mana biz guvohi bo'lib turibmiz. Siz ham mana shu kasbingiz orqasidan yutuqlarga erishib kelmoqdasiz. O'sha ko'rinmas mehnat egalari deya ta'rif beriladigan kutubxonachilar mana bugun ular ham elning nazarida, elning ardog'ida o'z natijalarini ko'rsatmoqda, e'tirof etilmoqda. Mana shu o'zingiz erishgan yutuqlaringiz haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz. Buni endi avvalosi juda katta yutuq ham deb bo'lmaydi. Biz hali mehnatlarimiz bu darajada yutuqlarga munosibmanmi yo'qmi buni o'zim ham bilmayman, lekin shu arzimagan mehnatimizni, arzimagan ko'zga ko'rinmas mehnatimizni davlatimiz tomonidan bunaqangi yuqori darajalarga loyiq ko'rayotgandan tashkil qilayotgan tashkilotlarga, yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Avvalambor Zarif opa, mana shunday natijalarga erishganingizdan biz ham juda ham xursandmiz. O'zingizga o'xshagan tuman kutubxonachilariga yoki o'zingizga o'xshagan hamkasblaringizga qanday maslahatlar berasiz? Mana shunday yutuqlarga erishishlari uchun qanday tajribalaringiz bilan ulashishni xohlaysiz? Marhamat, shu haqida ham ozgina aytib o'tsangiz. Albatta, yutuqlarga erishish bu mehnat samarasi desa bo'ladi. Bunga yillar, vaqtlar kerak bo'ladi. Endi astoydil chin yurakdan ishlagan inson albatta qachondir yutuqqa erishadi. Uning mehnati albatta o'z samarasini bermay qolmaydi, samarasini beradi. Bu uchun astoydil o'qishimiz, o'rganishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz, yangiliklarni o'rganib borishimiz, zamon bilan hamnafas bo'lishimiz, barchasiga juda ham diqqatli, e'tiborli bo'lsakkina biz albatta yuqori natijalarga erishamiz. Ayniqsa hozirgi kunda hech bir mehnat, hech bir qilinayotgan ish e'tibordan chetda qolmaydi. Hozirgi zamonimizda, hozirgi kunimizda har doim e'tibordamiz. Ayniqsa hozir bizning kasbimizga e'tibor juda ham kuchayganidan juda ham xursand bo'lyapmiz. Har bitta mayda-chuyda ishimizgacha e'tibordamiz. Zarif opa, bugungi kunda xalq o'rtasida, ko'pchilik o'rtasida yuradi. Kitobxonlik unchalik emas. Yoshlar kitob o'qimay qo'ygan. Hamma shu axborot texnologiya, telefon, kompyuterga berilib ketgan degan fikrlar yuradi. Siz bu fikrlarga bugungi kunda qanday munosabat bildira olasiz? To'g'ri, jamiyatimizda bunday gaplar ham ko'p, bunday insonlar ham ko'p. Bu narsaning oldini olish, raqamli texnologiyalarga juda ham kuchli berilib ketish, chunki bu
yomon emas. Texnologiyalarning kirib kelishi bizning yuqori natijalarga erishishimiz. Lekin yoshlar bundan noto'g'ri foydalanishi mumkinligini oldini olish uchun biz avvalambor ota-onalarga murojaat qilishimiz kerak. Hech qachon yoshlardan gina qilmasligimiz, ularni o'qimayapti deya olmaymiz. Ular harakat qilyapti. Lekin men hozir mana shu fursatdan foydalanib aziz ota-onalarga aytmoqchiman. Avvalambor kitobxonlikni o'zingizdan boshlang. Ma'naviyatingizni shakllantiring. Shundagina farzandlarimiz bizning kelajagimiz albatta yetuk ma'naviyatli kitobxon yoshlar bo'lib yetishadi. Chunki biz farzandlarimizga ko'zgumiz. Ko'zguda bizni ko'rayotgan ekan, biz avvalambor o'zimizni shakllantirishimiz kerak. Hozirgi kunda kitob o'qimayapti deyish bu noto'g'ri. To'g'ri, judayam kompyuterga, telefonga berilganlarimiz bor, lekin kitob o'qimayapti deyish noto'g'ri. Chunki o'zim ko'rib turibman, kitob o'qiyotgan, kitobni sevib, mehr bilan o'qiyotgan yoshlarimiz bor va men bundan faxrlanaman. Rahmat. Shu o'rinda yana bir savol. Bu kasbni tanlayotgan yoshlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Mana shu sohaga kirib kelgan yoshlar avvalo ishni nimadan boshlashlari to'g'ri bo'ladi? Mening fikrimcha, agar bizning aziz yoshlarimiz ushbu sohani egallamoqchi bo'lsalar, ya'ni aynan kutubxonachilik sohasini egallamoqchi bo'lsalar, avvalambor eng birinchi qilayotgan ishi kitobga chindan mehr qo'ysin. Agar u kitobni chindan yaxshi ko'rsa, unga mehr qo'ysa, har bitta kitobni manfaati uchun emas, mehr bilan o'qisagina atrofiga kitobga mehr qo'yadigan kitobxonlarni, ma'naviyat yoshlarni yig'a oladi. Har bitta sohani o'zini mutaxassisi, o'zining yetuk insoni bo'lgani kabi, bu sohaning ham yetuk insoni birinchi o'rinda kitobga, kutubxonaga mehr qo'yish kerak. O'sha mehr biz atrofimizdagi yoshlarga mana shu kitobga bo'lgan mehrni uyg'ota oladi deb o'ylayman. Adashmasak, siz bu kutubxona sohasida 14 yildan buyon faoliyat yuritasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Sizga ushbu faoliyatingizda, kelgusi ishlaringizda bundan ham baland marralarni zabt etishingizga tilakdoshmiz. Kelgusi ishlaringizga omad tilab qolamiz. Bundan ham ortiq, bundan ham ziyod marralarni zabt etasiz albatta. Biz sizga ishonamiz. Demak, kitob bilan loyihasining yana bir soni o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.